Assalomu alaykum ustozlar. 6-mavzu axborot miqdori, o'lchash, birliklari va uzatish tezligi degan mavzuni o'tamiz. Har bir kattalikni o'ziga yarasha o'zining birligi bor. Masalan, uzunlikniki metr, santimetr, kilometr va hokazo. Hajmniki metr kub, santimetr kub, millimetr kub va hokazo ketadi. Vaqtni t bilan belgilardik. Vaqtniki sekund, soat, mana bular birliklari. Endi axborotning o'lchov birliklari, ya'ni axborotning o'zining miqdori bor, bu hajmi. Ma'lumotni yozganingizda, masalan, video olsangiz terabaytda, megabaytda yoki gigabaytda bo'ladi. Mana shu axborotning hajmi hisoblanadi. Bu hajmni o'lchov birligi, axborot hajmining o'lchov birligi megabayt. Shunaqa o'lchanadi. Endi bularning eng kichkinasi qaysi o'lchov birligi deydigan bo'lsak, masalan, uzunlikniki millimetrdan boshlaymiz endi. Undan kichiklari bor, mikrometrlar bor. Lekin eng kichigi biz kundalikda ishlatadiganimiz bu millimetr. Keyin santimetr, keyin metr, keyin kilometr, parsek bo'lib ketaveradi shunday holatda. Vaqtniki esa masalan eng kichigi sekund, millisekund ishlatmaymiz biz. Sekund, keyin minut, soat, soat, kun, hafta, oy bo'ladi, keyingisi yil bo'ladi, keyin asr bo'ladi. Mana shunday holatda o'sib boraveradi. Axborot o'lchov birliklari ham xuddi shunday. Demak, eng kichigi bu bit hisoblanadi. Bit. Bu bit nima degani? Oldingi darslarimizda kuzatgan bo'lsalaring, aytdikki, kompyuter faqat tok bor yoki yo'q degan axborotni qabul qiladi xolos. Agar tok yo'q bo'ladigan bo'lsa 0, tok bor bo'ladigan bo'lsa 1 ni qo'yadi. Ya'ni bu mana bu zaryadsiz degani bu zaryadlangan deganidir. Mana shu 0 va 1 lardan tashkil topadi. Shu ikkilik sistemasida ishlaydi xolos. Mana bu 1 bit bo'ladi, 1 bit. Bunisi ham 1 bit. Demak, 0 bo'lsa ham 1 bit, 1 bo'lsa ham 1 bit hisoblanar ekan. Endi agar shunaqadan 8 ta bo'lsa-chi? Masalan, 1 0 1 1 1 1 0 0 1. 8 ta bo'ldimi? Jami mana 8 ta bit bo'lyapti. Endi mana shuni biz 1 bayt deymiz. 1 bayt. Demak, 8 ta bit bu 1 baytga teng bo'lar ekan. Demak, 1 bit, undan keyingisi bayt hisoblanar ekan. Endi mana shunaqadan 1024 ta bayt bo'ladigan bo'lsa, bu 1 kilobayt hisoblanadi. 1 kilobayt. Ba'zida buni quyidagicha yozish mumkin. 1 kilobayt deb katta harfda yozib qo'yiladi. Va bu yerda e'tibor beradigan tomoningiz mana 8 bitimiz teng ekan 1 baytga. 1 baytga. Bu 1 bayt nima degani? Kompyuterda istalgan bir belgini bosadigan bo'lsangiz, klaviaturada masalan A yoki salom deb yozadigan bo'lsak, salom deb yozyapmiz. Salom deb yozganimizda endi buni belgilarda sonini sanab chiqasiz. Masalan, 1 2 3 4 5 ta. Demak, jami 5 ta belgi bor. Kompyuter xuddi shuni har birini 1 baytdan hisoblab boradi. Mana, demak, jami bu yerda 5 bayt hajmda axborot saqlangan. Tushunarli-ya? Space tugmasi ham, ya'ni probel bo'sh joy bor-ku, u ham bitta belgi, qo'sh tirnoq ham bir tirnoq ham 1 baytga teng bo'ladi. Raqamlar
Ya'ni ASK jadvalidagi har bitta belgi 1 baytga teng bo'ladi. Endi Unicode-ga o'tadigan bo'lsak, ular biroz farq qilishi mumkin, lekin ASCII'da hammasi 1 baytdan kodlanadi. Xotiradan joy egallaydi. Ana o'sha belgilar. Masalan, salom deb yozdingiz, bu 5 baytga teng bo'ldi. 5 baytga teng bo'lib qoldi. Endi salom dedingizda, salom deb turib smile qo'yib qo'ydingiz. Bu ham bitta belgida, lekin mana bu Unicode. Bu ASCII'da uchramaydi. Mana bu smile, lekin Unicode'da uchraydi. Bu 4 bayt joyini egallaydi. 4 bayt joyini egallaydi. Jami bu yerda 9 bayt hisoblanadi. Aslida sanaydigan bo'lsangiz bu yerda mana 5, mana bu bilan 6 bayt bo'lishi kerak. Lekin smile ASCII'da bo'lmaganligi uchun va bunga juda ham ko'p belgilar ishlatilganligi uchun bu yerda jami 4 baytni joyini egallayapti. Keyingisi birliklarni o'tdik. Endi uzatish tezligi bor. Uzatish tezligi xuddi fizikiga o'xshagan. Ya'ni hajmni V bilan belgilab oladigan bo'lsak, hajm, axborot hajmi bu beriladi nimada? Bitda beriladi, baytda beriladi, kilobaytda beriladi va hokazo ketaveradi. Megabayt, terabayt, gigabayt, megabayt, gigabayt, terabayt, petabayt, ana shunday holatda o'sib boraveradi. Bularda masalan masalalarda beriladida, masalan 1 megabayt deydigan bo'lsa, demak siz bilingki, bu axborotning hajmi bo'ladi. Buni V bilan belgilaysiz. Keyingisi uzatish tezligi bor. Masalan, telefonda Telegramda biror bir rasmni yuklaydigan bo'lsangiz, ana o'sha qanchadir vaqtni oladi yuklab olishi. Masalan, 3 sekund olishi mumkin. Bu 3 sekundni T bilan belgilaymiz. 1 sekund yoki 3 sekund, 3 sekund yoki 1 soat. 1 soatda birorta kinoni yuklab olishingiz mumkin, internetingiz biroz pastroq bo'lsa. Mana shunday holatda aytadigan bo'lsa, buni T bilan belgilaysiz. Endi tezligi aslida bunday harflar bilan belgilanmaydi. Hamma adabiyotlarda turlicha belgilanganligi uchun o'zimiz fizikaga bog'lagan holatda tushunarli bo'lsin deb shunday holatni ko'rsatyapman. Endi tezligini oladigan bo'lsak, bu yerda tezligi quyidagicha keltiriladi. Masalan, bayt taqsim sekund. 1 bayt taqsim sekund. Bu degani 1 sekundda 1 bayt uzatiladi degani. Agar mana bu yerga megabayt yozib qo'yadigan bo'lsak, bu 1 sekundda 1 megabayt axborotni uzata oladi degan. Agar shu yerda aytsaki 3 megabaytlik rasm internet tezligi 1 megabayt taqsim sekund bo'lgan tizimdan uzatilsa necha sekundda boradi desa, siz quyidagi formulani ishlatasiz. Hajmni tezlikka bo'lib qo'yasiz. Demak, 3 megabayt, mana bu yerda bayt qolib ketibdi. Taqsim 1 megabayt taqsim sekund. Mana 3 ni 1 ga bo'ladigan bo'lsak, 3, demak 3 sekundda axborot uzatilib bo'lar ekan. Formulalarni yozib qo'yaman endi. Xo'p. Agar sizdan hajmni so'raydigan bo'lsa, V ni ko'paytirasiz T ga. Vaqtni so'raydigan bo'lsa, V ni W mana buni V ni kichik V ga, ya'ni tezlikka bo'lishingiz kerak. Tezlikni so'ragan bo'lsa, hajmni vaqtga bo'lasiz. Mana shunday holatda formulani ishlatib ketasiz. Endi bir misol ko'rsatamiz. Mana bu yerda mana 15 bayt axborot bor ekan deyapti. Ya'ni razmeri 15 bayt. Bu bloknotda qilingan.
Men ochib ko'raman. Bundan xulosa qilingki, demak buni ichida 15 ta belgi bor degan. Mana ochib ko'rsataman. Sanaymiz. 1, mana bu bo'shliq bor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, mana 15 ta belgi bor. Agar mana shuni o'chirib tashladim, mana o'chirib tashlab nechta qolgan? 2, 3, 4, 5. Mana 5 ta belgi qatnashadi. Endi buni saqlayman-da. Endi axborot hajmini ko'raman. Mana 15 bayt. Yes, noma'lum. Shunga ko'ringmi? Endi svойствосini ko'ramiz. Mana svойствосini ko'raylik. Mana 5 baytga teng bo'lib qoldi. Chunki ichida nima bor? 5 ta belgi qatnashgan. Bu ishlamayapti menimcha. Svойствосini ko'raylikmi? Mana 5 bayt razmeri turibdi. Agar ichiga salom deb yozadigan bo'lsam ham katta harfda yoki kichik harfda yozyapman salom. Bunda qo'yay mana. Salom dedim, mana demak 6 bayt bo'lishi kerak endi. Saqlayman. Mana endi 6 baytga o'zgardi. Chunki ichida 6 ta belgi bor. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, testlarni yechishga boshlaymiz. Axborot miqdori, o'lchash birliklari va uzatish tezligi. Birinchisi, axborot o'lchov birliklari o'sish tartibida to'g'ri berilgan javobni aniqlang. Buni ham aytib ketmadik. To'lig'ini o'sish tartibida yozib ketadigan bo'lsak, bular quyidagicha bo'ladi. Axborot o'lchov birligi. Eng kichigini bit dediga 1 bit. Undan keyingisi bayt hisoblanadi. Bu 8 bitimiz 1 baytga teng deb. Buni yozib qo'yasizlar. Xo'p, endi 1 baytdan shunaqadan 1024 ta bo'ladigan bo'lsa, 1024 ta bayt bu 1 megabaytga teng. Mana bu katta B bilan belgilansa bayt deb o'qiysiz. Endi mana shunaqa 1 megabaytdan 1024 ta bo'ladigan bo'lsa, bu 1 gigabaytni tashkil etadi. 1 gigabaytdan 1024 ta bo'lsa, 1024 ta gigabayt bu 1 terabaytga teng. Mana shunday holatda ortib boraveradi. Petabaytlar bor. Jadvalni internetdan ko'rib olasizlar o'zingiz. Xo'p. Endi masalan megabaytdan baytga o'tish qanday bo'ladi desak, bu 1 megabayt necha bayt deydigan bo'lsa, buni nima qilasiz? Kattasidan kichikka o'tishda ko'paytirishingizga to'g'ri keladi. 1024 ga ko'paytirib qo'yasiz 1 ni. Oldida necha bo'ladigan bo'lsa, mana shunday bayt bo'ladi. Bayt bo'ladi. Endi masalan bu 3 yoki 2 megabayt bo'lsa-chi, 2 megabayt necha bayt deb so'rasa, 2 ni ko'paytirasiz 1024 ga. Bu teng bo'ladi 2048 bayt bo'ladi. Kichikdan kattasiga o'tishda-chi, masalan 4096 bayt necha megabayt desa, megabaytda so'rayapti deylik. Megabaytda so'raydigan bo'lsa, endi kichikdan kattasiga o'tyapsiz. Bunda bo'lasiz 1024 ga. Faqat
e'tibor beradigan tomoningiz bu bitta keyingisiga o'tyapti-da. Agar gigabaytga o'tsa 1024 dan 2 marta bo'lasiz. Chunki 2 marta orasida farqi bor-da. Ikkita farqi bor. Demak 4096 ni bo'lib olasiz 1024 ga. Shunda megabaytga chiqadi bu. Bu 4 ta bo'ladimi? 4 megabayt bo'lar ekan. 4096 bayt 4 megabaytga teng bo'lar ekan. Qolganini masalalarda ko'rib ketamiz. Xo'p, axborot o'lchov birliklari o'sish tartibida to'g'ri berilgan javobni aniqlang dedik. Demak, o'sish tartibida bo'lsa, demak, eng kichigini birinchisiga qo'yib olamiz. Bit. To'g'ri, eng kichigi, lekin undan keyin kilobaytdan oldin gigabayt kelyapti. Kilobayt gigabaytdan kichik bo'lganligi uchun chap tomonda joylashish kerak edi. Darsini ko'raylik mana. Bayt, kilobayt, megabayt. Mana bu to'g'ri javob bo'lyapti. Keyingisi 5-si bit atamasi ingliz tilidagi qaysi so'zlardan hosil qilingan? Bit atamasi binary digit. Ikkilik degan ma'noni anglatardi menimcha. Binary digit. Binary degani ikkilik. Xo'p. 10-si quyidagi axborot uzatish o'lchov birliklari keltirilgan. Ular kamayish tartibida joylashishi uchun mos tartiblar to'g'ri yozilgan javobni toping. Hop. Uzatish o'lchov birligi, uzatish o'lchov birligi bu tezligi degani. Demak, megabayt taqsim sekund, kilobayt taqsim sekund bo'lishi mumkin. Mana shunday bo'lishi kerak. Megabit taqsim sekund bo'lyapti. Bunisi esa 1 kilobayt taqsim sekund. Farqini solishtirishingiz uchun bularni bitta asosiy birlikka, ya'ni bir xil birlikka o'tkazib olishingiz kerak bo'ladi. Endi o'tkazib ko'ramiz. Masalan, A'sini ko'raylik. 1 megabit taqsim sekund. 1 megabit deyilyapti. Bu yerda taqsim sekund ekan. Buni o'tkazadigan bo'lsak, kilobayt yoki bitga o'tkazib qo'ya oladigan bo'lsak, 1 megabit ni o'tkazishimiz kerak bo'ladi bitga. Buni o'tkazishimiz uchun oldida 1024 bit bo'ladi. Mana bu megani oldida 1024 bit bo'ldi. Endi buni yana ko'paytiramiz 1024 ga. Shuni quyidagicha yozaylik. Kattaroq qilib 1 megabit degani nima degani? Buni avval kilobaytga o'tkazishingiz kerak, kilobitga o'tkazishingiz kerak. Kilobitga o'tkazish uchun 1024 ga ko'paytirishimiz kerak. Kilobit bo'ladi. Shunda endi 1024 kilobitni shunday baytga o'tkazsak ham yaxshi ekan hozir, chunki osonroq bo'lar ekan. Baytga, kilobaytga o'tkazaylik. Kilobaytga endi 1024 ni kilobitni baytga o'tkazishimiz uchun kichikdan kattaga o'tyapmiz endi. Mana bunda kattadan kichikka o'tganimiz uchun bo'ldik 1020 ko'paytirdik 1024 ga. Endi kichikdan kattaga o'tkazganimizda bo'lishimiz kerak. 8 ga bo'lib olamiz, shunda baytga o'tadi. 1024 bo'lingan 8 qilamiz. Bit baytga o'tadi. Bu yerda necha bo'ladi endi? 2 ning 10-sidan ayiraman 2 ning 3-sini. Bo'laman 2 ning 3-sini. 2 ning 7-si bo'ladi. 1128 bo'ladi ekan. 128 kilobayt bo'lyapti. Xo'p, A'sini topib oldik. Mana bu A'si. Endi B'sini ko'ramiz.
bsida nima edi? Kilobayt taqsim sekund ekan. Bo'ldi, bu bs 1 kilobayt taqsim sekund ekan. Keyingisi ss 1 bayt taqsim sekund. 1 bayt taqsim sekund ekan. Bunisi baytda turaverdi. Chunki maqsadimiz shunaqa edi, hammasini baytda ifodalab olish kerak edi. Va ds kilobit taqsim sekund. 1 kilobit taqsim sekund. Endi buni ham o'tkazib olishimiz kerak. Buni baytga o'tkazishimiz uchun quyidagicha ish qilamiz. Kilo degani 10 darajasi 2010-si degani bu 1024 ga teng. Bit bo'lyapti. Endi buni o'tkazadigan bo'lsak 1024 bitni baytga o'tkazmoqchi bo'lsak 1008 ga bo'lib qo'yamiz. 8 ga bo'lsak 128 bayt bo'ldi. Va mana bu yerda xato ketdim shekilli. Mana bu yerda kilobayt turibdi ekan, to'g'ri o'tkazibmiz. Bunda 128 bayt bo'lyapti. Endi buni qanday tartibda joylashtirish kerak edi? Kamayish tartibida joylashtirib borish kerak edi. Kamayish tartibida joylashtiramiz. Eng kattasini tanlab olamiz. Eng kattasi qaysi biri? Eng kattasi bu 1 kilobit 1 bayt 1 kilobit taqsim sekund. ds mana bu yerda a'si eng kattasi 128, demak a'si. Bundan keyingisi mana bu yerda 1 kilobit turibdi. Buni o'tkazibmiz 128 bayt. 128, demak ds keyingisi. Mana buni oldik. Buni ham oldik. Endi 1 kilobayt. bs bor ekan-ku bu yerda. O'zi. Mana bu yerda bs turibdi. Chunki 1 kilobayt degani 1024 bayt degani. 1 kilobit 128 bayt degani. Shuning uchun b hozir d dan kattada. Keyingisi d bo'lyapti. Undan keyin va undan keyingisi oxirgisi 1 bayt ss bo'lyapti. Demak a b d s s javob bo'lyapti ekan 10-sida. Usmonov Mansur iborasida necha bayt axborot bor? Buni sanab chiqasiz, bo'ldi. Har bitta belgi, harf bular 1 baytga teng bo'ladi. Endi bu yerda qo'shtirnoqni inobatga olmang degan so'z yo'q. Agar bo'lganida biz bularni inobatga olardik yoki olmasdik. Hozir olishimiz kerak bo'ladi. Qo'shtirnoqni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 da belgi bor jam. Lekin 16 degan javob yo'q bu yerda. Demak, qo'shtirnoqlarni inobatga olmasak, ikkita baytni chiqarib olamiz. Jami 16 deydi. Demak, ikkitasini chiqarib oladigan bo'lsak, 14 topolyapti. B javob bo'lyapti. 15-sida bu. Yigirmanchisi, axborot uzatish tezligi berilgan javobni toping. Axborot uzatish tezligi bu bot hisoblanadi. Bir bot degani nima degani? Bir bot teng bo'ladi 1 bit taqsim sekundga. Bu degani bir bot degani sekundiga 1 bitdan axborot uzatiladi degani. Mana shu ma'noni anglatadi. Bu axborot uzatish tezligining birligi. Botdir. Yigirmanchisi. 1 terabayt necha gigabaytga teng deyilyapti? 1 terabayt necha gigabaytga teng?
yozadigan bo'lsak 1 gigabayt, undan keyin qaysi biri turardi? 1 terabayt turardi. Demak, bundan bu 1024 ga ortiq ekan. 1024 ga ortiq. Bu degani 1024 gigabayt teng bo'ladi 1 terabaytga. 1 terabaytga teng. Endi 1024 mana bu yerda hammasi 2 ning darajasi ko'rinishda yozilganligi uchun mana bu son 1024 bu 2 ning 10-sini beradi. Demak, 2 ning 10-si gigabayt bu 1 terabaytga teng ekan. Axborotning eng kichik o'lchov birligini ko'rsating deyilyapti. Buni aytdik. B javob 35. 1 kilobayt necha baytdan iborat? 1 kilobayt necha baytdan iborat? Baytga o'tkazishingiz kerak ekan. Kilo degan so'z bor. Demak, kiloni o'rniga 1024 ni qo'yib qo'yamiz. Mana 1024 bayt bu 1 kilobaytga teng bo'ladi. Quyidagi gapni axborot hajmini aniqlang. Qo'shtirnoqlar inobatga olinmasin deyapti. Axborot hajmini hammasi baytda berilyapti. Men omadliman so'zini sanab chiqasiz. Nechta belgi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ta. Demak 13 bayt. D javob. 45-si. Modem 28800 bit taqsim sekund tezligida, ya'ni bot degani bu ana shu. Bit taqsim sekund. Tezlikda axborotni uzatsa, 22 sahifali matnni qancha vaqtda uzatadi? Buni ko'ramiz. Darsning boshida o'sha tezliklarga oid ma'lumotlarni berib o'tildi. Shularni bir ko'rib chiqamiz endi. Tezlikni v bilan belgiladik. Demak, bu yerda mana bu 28800 bit taqsim sekund bu tezlik. Chunki birligiga qaradik, mana bit taqsim sekund. Yigirma sakkiz ming sakkiz yuz bit taqsim sekund bo'lyapti. Endi baytda berilyapti. Bu axborot o'lchov birligi. Bu katta V 39600 bayt. Endi qancha vaqtda uzatiladi deb savol beryapti. Qancha vaqtda? Lekin bundan oldin mana bu yerda 22 sahifali matn deyilyapti. Lekin bu mana shu 22 sahifali matnda 39600 bayt axborot bor ekan. Shuning uchun 22 sahifaliga e'tibor bermaymiz. T ni topishimiz uchun biz hajmni tezlikka bo'lishimiz kerak. Endi qaraymiz. 28800 bit. Buni baytga o'tkazib olishingiz kerak. Birinchi o'rinda mana buni baytga o'tkazib olasiz. Nimaga? Chunki mana bu baytda berilganda yoki baytni bitga o'tkazib olsangiz ham bo'ladi. Ikkalasini xullas bir xil birlikka o'tkazib olishingiz kerak bo'ladi. Hozir 28800 ni bo'ladigan bo'lsak, bu yerda 3600 bo'ladimi? 3600 bo'lyapti. Endi shunaqa. Endi 39600 bo'lingan 3600. Mana bunday holatda hisoblaydigan bo'lsak, bu kalkulyator ishlataman ekan hozir. 39600 bo'lingan 3600 11 sekund bo'lyapti ekan. Qaysi javob? C javobda turibdi.
50-si 120 megabayt axborot 64 minutda uzatilgan bo'lsa, u holda axborot uzatish tezligini toping. Qarangda, bu yerda 120 megabayt axborot 64 minutda uzatilyapti va axborot uzatish tezligini so'rayapti. Bu degani v ni topishimiz uchun katta v ni t ga bo'lishimiz kerak. Megabaytda berilyapti. Megabaytda berilyapti-da, lekin oxirida botda so'ralyapti. Bot nima degani edi? 1 bit taqsim sekund edi. Mana shu 1 botga teng. Axborot uzatish tezligi. Endi buni topishimiz uchun birinchi o'rinda 120 megabaytni bitga o'tkazib olishimiz kerak. Buni o'tkazadigan bo'lsak, 120 ko'paytirilgan 1024 bo'ladi. Mana shu holatda kilobaytga o'tadi. Kilobaytga o'tadi. Yana bitta 1024 ga o'tkazadigan bo'lsak, baytni o'zini beradi. Yana bitta 8 ga ko'paytirib oladigan bo'lsak, keyin bitga o'tadi. Xo'p, mana shuni ko'paytirib chiqishimiz kerak endi. Endi 64 minutni sekundga o'tkazib olamiz. Chunki bot degani bit taqsim sekund. Sekundda berilyapti-da, sekund. Demak 64 minut. 64 minut teng bo'ladi 64 ko'paytirilgan 60. Mana bu sekundga teng bo'ladi. Endi formulani qo'yamiz. Formulaga qo'yamiz. 120 ko'paytirilgan 1024 ko'paytirilgan 1024 ko'paytirilgan 8 mahrajda nima? 64 ko'paytirilgan 60 bo'ladi. Buni kalkulyatorga solamiz yana. 120 ko'paytiruv 1024 ko'paytiruv 1024 ko'paytiruv 8 bo'lamiz 64 bo'lamiz 60 ga. 262.144. B javobda turibdi. Tushunga? Keyingisi 55. Bir kitobda 250 ta sahifa bo'lar ekan. Har bir sahifa 30 ta satrdan va har bir satr 75 ta belgidan iborat bo'lsa, kitobdagi axborot hajmini hisoblaning. Demak, bitta kitob bor ekan, 250 ta sahifasi bor ekan. Har bir sahifa 30 ta satrdan iborat ekan. Bu degani, mana bu bitta satr, mana shu. Bitta qator deganida. Demak, mana shunaqadan 30 ta qator bor ekan, bitta betda. Endi xuddi shu bitta qatorda 75 ta belgi bor ekan. Bu degani, har bitta qatorda 75 bayt axborot bor degani. To'g'rimi? 75 bayt axborot hajmidagi belgi bor deydi. Endi sekin buni pastdan hisoblab ketaveramiz. 75 ko'paytiramiz. Endi bunaqadan nechta? 30 ta. Buni hisoblaydigan bo'lsak, qanchadir chiqadi? Endi bunaqadan jami nechta? Nechta sahifa bor? 250 ta. 250 ga ko'paytirib qo'yamiz. Ko'paytiradigan bo'lsak, bu hozir baytda chiqadi. Yana kalkulyator qilamiz ekan. 75 ko'paytirilgan 30 ko'paytirilgan 250 262.500 262.500 bunaqa javob chiqmadi. Demak, bitga o'tkazib ko'ramiz endi buni. Hozir baytda chiqadi, chunki bitga o'tkazish uchun yana bitta 8 ga ko'taramiz. 4500 bo'lyapti. 4500 mana bu ekan. 4.500 mi? 4.500 degan o'zi. Bit. Bitda chiqdi mana. Keyingisi 60-si 1 megabayt axborot 64 gigabayt taqsim sekund tezlikda qancha vaqtda uzatiladi?
Buni yana uzatish tezligiga bog'laymiz. Uzatish tezligini vaqtda uzatiladi deyapti. Hajmni tezlikka bo'lib yuboramiz. 1 megabayt degani kilobaytga o'tkazib oladigan bo'lsak, buni 1 megabayt degani 1 ko'paytirilgan 1024 bo'ladi. Kilobaytga o'tdi mana. Mana shu 1 megabaytga teng. 1 megabaytga teng. Endi formulaga qo'yamiz. 1024 taqsim 64 kilobayt. 64 kilobayt taqsim sekund. Buni hisoblaydigan bo'lsak, 2010-si, bunisi 2006-si, 5-si. Bo'lyaptimi? Hozir mana kalkulyatorda hisoblab ko'raylik. 1024 bo'lingan 64. 16 sekund. 16 sekundda uzatilar ekan. 64, 65. 4 megabayt necha baytga teng? 4 megabayt deyapti. Demak, 1 megabaytimiz teng edi 1024 kilobaytga. Bu mana buni biz 2/10-si deb yozsak ham bo'ladi. Mana bunday qilib. Demak, 1 megabaytimiz mana shunga teng. Chunki darajalar ko'rinishda berilyapti-da. Endi xuddi shunaqadan 4 ekan. 4 ko'paytirilgan 2/10-si deb yozsak bo'laveradimi? Mana bunday qilib. Endi 4 degani nima degani? 2/2-si. Bu 2/10-si turibdi. Hisoblaydigan bo'lsak, jami 2/12-si kilobayt bo'lyapti. 2/12-si ham bormi shunaqa javob? Yo'q. 4 megabayt. 4 megabayt. Necha bayt deb so'ragan ekan o'zi. Kilobaytga o'tkazdik hozir. Endi buni yana o'tkazamiz baytga. Baytga o'tkazish uchun yana 1024 ga ko'paytirib olishimiz kerak. 2/12-si kilo degani 1024. 1024 degani 2/10-si degani. Mana bayt. Baytga o'tdi. Endi ikkalasini hisoblab qo'yadigan bo'lsak, bu 2ning asoslari bir xil bo'lsa, darajalar qo'shiladi. 2/22-si bayt bo'ladi. Javob bo'lyapti. Hop, demak darsimiz mana shu yerda to'xtadi. Sizlarga topshiriq bo'ladi. Xuddi shu mavzuni 68-masalasigacha ishlab qo'yasizlar. Fayl bor guruhda, ochib ishlab ko'ringlar. Javoblari ham eng oxirida bor.